Hurmatli tadbirkorlar, ushbu video qo'llanma orqali tovar, ish yoki xizmatlarni elektron do'kon va milliy do'konda joylashtirish tartibi bilan tanishtiramiz. Elektron do'kon bu davlat buyurtmachisi tomonidan ishtirokchilarning ofertalarini o'rganish orqali o'zi uchun zarur bo'lgan tovar xaridini amalga oshirishning raqobatli usulidir. Milliy do'kon bu davlat buyurtmachisi o'zi joylashish hududidagi mahalliy ishlab chiqaruvchilar orasida xaridlarni amalga oshirish imkoniyatini beruvchi elektron do'konning qo'shimcha yacheykasi. Birinchi qadam platformaga kirish. Xarid e-birja.uz saytiga kirib, elektron raqamli imzo orqali shaxsiy kabinetingizga kiring. Mening e'lonlarim bo'limiga o'tib, taklif joylashtirish tugmasini bosing. Ikkinchi qadam oferta joylashtirish uchun ochilgan sahifada yagona milliy klassifikatordan tovar, ish, xizmat nomini tanlang va quyidagi ma'lumotlarni kiriting. Mahsulot markasi, mahsulot ishlab chiqaruvchi, mahsulot ishlab chiqarilgan davlat, mahsulot miqdori eng kam va ko'p buyurtma miqdori, mahsulotning bir birlik narxi. Oferta joylashtirish muddati tizim avtomatik ravishda muddatni 60 kalendar kuni etib belgilaydi. Siz ushbu muddatni o'zgartirishingiz mumkin. Mahsulotning texnik ko'rsatkichlari, mahsulot ishlab chiqarilgan yil, mahsulot yaroqlilik muddati, mahsulot kafolat muddati, mahsulotni yetkazib berish muddati, ya'ni ushbu muddatni kamida 5 kalendar kun etib belgilash mumkin. Mahsulotning qo'shimcha texnik xususiyatlari va mahsulot yetkazib berish hududi. So'ng mahsulotning fotosurati hamda mahsulotga tegishli bo'lgan hujjatlar, muvofiqlik sertifikati, litsenziya yoki ruxsatnoma va boshqa hujjatlarni biriktirish zarur. Agar milliy do'konga oferta joylashtirishda qo'shimcha ravishda ushbu mahsulot bo'yicha mahalliy ishlab chiqarilgan tovar to'g'risidagi sertifikat tizimdan tanlab olinishi shart. Muhim eslatma: mahsulot markasi, qo'shimcha texnik xususiyatlari, fotosurati joylashtirilayotgan mahsulotga mos bo'lishi shart. Uchinchi qadam barcha ma'lumotlar to'ldirilgandan so'ng moderatsiyaga yuborish tugmasini bosing. So'ng ushbu oferta mening e'lonlarim bo'limida moderatsiyada holatida aks ettiriladi. Moderator bir ish kuni ichida ushbu ofertani qonunchilik talablariga mosligini tekshiradi. Agar moderator tomonidan oferta rad etilsa, mening e'lonlarim bo'limida moderator tomonidan rad etildi holatida rad etish sababi ko'rsatilgan holda aks ettiriladi. Bunda siz amallar orqali ko'rsatilgan kamchiliklarni bartaraf etib, ofertani qayta moderatsiyaga yuborishingiz mumkin. Oferta moderator tomonidan tasdiqlangandan so'ng mening e'lonlarim bo'limida faol holatida aks ettiriladi. Diqqat! Oferta bosh sahifada faol bo'lishi uchun sizning kliringdagi shaxsiy hisob varag'ingizda oferta boshlang'ich summasining 3% miqdorida operatorning vositachilik yig'imiga yetarli mablag' bo'lishi shart. E-birja ishonchli bitimlar maydoni.